5% uyli agrovolokno bunaqa narx bo'lmagan lekin. Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Mana mart oyiga kirib keldik. Bahorgi mavsumga agrovolokno mahsulotlarimizga katta chegirma e'lon qilganmiz. Videoning oxirida narxlarni qo'yib o'tamiz. Bizda hozirgi kunda 3 xil turdagi agrovoloknolarimiz bor. Birinchisi qora rangli agrovolokno bo'ladi. Qalinligi 60 gram bo'ladi. Buni asosan dala maydonlarida ekinni teg qismiga solib ishlatishadi. Foydalari birinchi o'rinda yer namligini yaxshi ushlab beradi, ikkinchisi begona zararli o'tlardan himoya qilib beradi. Keyingi mahsulotlarimiz bo'lsa qalinligi 42 gramlik bo'ladi. Razmerlarini, narxlarini pastga yozib qo'yamiz. Asosan ekinning ustki qismida kutilmagan sovuqlardan himoya qilib beradi. Bunisi bo'lsa 60 gramlik agrovoloknolarimiz. Oq rangdagi agrovoloknolarimiz UV 5% bo'ladi. Yorug'lik o'tkazadimi deb ko'pchilik so'rashadi. Duga qilib yopiladigan bo'lsa, yorug'lik ham o'tkazadi, havo ham o'tkazadi. Bemalol ekininglarni ustiga yopib foydalansanglar bo'ladi. Bizga aloqaga chiqinglar, eng zo'r narxlarda qilib beramiz.